Hammaga salom, sizlar bilan har doimgidek Kavari bu videoda biz 24-serverda semiy obzor qilamiz. Semiy ismi Vairo 24-serverda. Yana aytgancha video boshlanmasdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu kanal rivoji uchun katta hissa qo'shadi. Xullas, endi semiy obzorga o'tamiz. Hamma bilan salom alaykum qilib chiqamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Video oxirida savollar berib ko'raman. Qanday javob berar ekanlar. Yana aytgancha bu video ikkinchi marta olish, chunki birinchi marta olganimga mashinalar kam edi. Hozir yangi mashinalar olganlar. Hozir sizlarga bitta ko'rsaman. Xullas bolalar, mana shu semiyani uyi. Agar bu uyni qayerda turadiganini kim bilsa, kommentarga yozib qoldirsan, yaxshi bo'lar edi. Endi uyga kirib ko'ramiz. Qanaqa ekan uy. Mana bolalar, uy elitni, uyga har kun o'nka berar ekanlar. Uy mana yaxshi. Shinam. Hozir mana hamma joyini ko'rsaman. 24-server aytgancha. Mana uy mana shu yerdan teleport bilasizlar, agar semiga kirsanglar, agar bu yerda stroy bo'lsa, agar mana shu yoqqa kelib, qatorga turib, xohlasanglar gaplashib o'tiraverasizlar. Aktiv yaxshi, siz ham qo'shilishingiz mumkin. Endi yana bir joyni ko'rsaman, yana bitta xona qoldi. Bu yer vanna. Yaxshi, endi hamma yaxshi ko'radigan garajga kirib ko'ramiz. Mana garajga ham kirib olyapmiz. Garaj semiy to'g'rirog'i. Uy, mana bolalar, mashinalarni ko'rishingiz mumkin. Yaxshi mashinalari, zo'r qimmat mashinalar. Oldin mashinalari boshqacha edi. U videoni olgandan keyin ertasi kuni boshqatdan olamiz dedilar. Xullas, mana shu mashinalar bo'ladi. Hozircha 7 ta mashina. Yaxshi, birinchisi Gelik 20 millionlik, ikkinchisi Bugatti Chiron, hozir narxini aytadilar. 60 million adashmasam, 60 million ekan. Narxlarini pastdan ko'rishingiz mumkin. Bu mashinaning ismini yaxshiroq nomini aytishini bilmayman. Mana o'qib olishingiz mumkin. Mana yana bitta mashina, qiyma shunaqa mashina ekan. Lamborghini Urus, ko'p kishi biladigan 20 millionlik mashina. Bentley narxini hozir aytadilar. Mana 12 millionlik. Qanaqa yurishini bilmayman. Oxirgi mashina Lamborghini bo'ladi. Ko'p semiyaga bor mana shu mashina. Endi ko'ramiz. Xullas, bu semiyada 60 ta odam ketadi, 9 ta mashina. Yaxshi. Endi ko'ramiz baxtdan. Yaxshi. Mana shunaqa aktiv bo'lar kerak. U mana rangimni 8 qilib qo'yibdilar. Endi savollarga o'tamiz. Xullas, uyni 120 millionga olgan ekanlar. Semiyaga esa 187 million. Tasavvur qilyapsizlarmi? 187 million pul ketgan. Qani endi semiy ochkosini qanaqa olganlarini hozir aytib beradilar. Yoki FVdan yoki sotib olganlar. Elekka ekan, shunaqa yoki sotib olganlar, yoki FVga borib yutganlar. Semiga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, xohlagan o'ringa bo'lsangiz ham mayli, qo'shaverar ekanlar. Qo'shilish uchun Telegramda mana shunga yoki o'yindan mana shu nomerga telefon qilsanglar bo'ladi. Savol: biron kishi semiyangizni sotib olmoqchi bo'lsa, sotar edingizmi? Yo'q dedilar. 200 millionga yo'q dedilar. Semiyani sotish uchun olmagan ekanlar. 24-serverga bu semiya ikkinchi o'rin ekan, birinchi o'rin qilmoqchi ekanlar o'zbeklar orasida. O'yinni lekin almashtirmas ekanlar, lekin u ham zo'r, elitni, yaxshi, arzimasga yaqin. Xullas, mana savollarim tugab bo'ldi. Endi mana shu semiyani lideri mana shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, qanday qo'shilishini yozib qoldirishingiz mumkin. Men uni qadab qo'yaman. Unda video mana shu joyga tugaydi. Ko'rganingiz uchun rahmat.